Bilen bugun Salom Toshkent. Assalomu alaykum Toshkent telekanalining ashaddiy muxlislari, jonli efirda Salom Toshkent dasturi yana xonadoningiz mehmoni. Studiyamizga galdagi mehmonimizni taklif etish payti yetib keldi deb hisoblaymiz, to'g'rimi? Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Albatta ajoyib ijodkor, rejissyor, prodyuser, serqirra ijodkor deb bemalol ta'riflasak ham bo'ladi. Burxon Sharopov hamda xonanda Usmon Navro'zov. Marhamat, ularni qarshi olamiz, taklif etamiz. Assalomu alaykum. Marhamat, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Burxon aka. Marhamat, xush kelibsiz. Qani kim o'tiradi? Mehmonlarning joyi har doim o'rtada, to'g'rida. Marhamat. Davron to'g'rida. Albatta. O'zimman olganda Burxon aka uchun bu studiya umuman mutlaqo begona emas. Ko'p va ko'p marotaba tashrif buyurdilar, ular bilan bir xil suhbat qurganmiz va bugun ham mana shunday samimiy suhbatlardan biri bo'ladgan umiddamiz. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, kameralar sizga muntazir. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Albatta Sadriddin, Saidjon aytgandek, bu studiyalar, pavilyonlar men uchun begona emas. 1 yil yo 5 yil, 10 yil emas, hatto 40 yildan beri mana shu studiyaga kelib ketaman. 1986-yildan boshlab mana hozirgi kungacha. Sizlarni borligingiga tashakkur, shukr. Mana shunaqa eslab nima deydi bir va har safar kelganingizda chaqirib turganingiz uchun. Har safar kelganingizda haligi euforiya bo'lsa kerak sizda. O'sha davrni eslasangiz kerak, to'g'rimi? Haligi deja-vu deydi-ku. Nostalgiyaga qaytib, bu haqiqatan ona MTRK. Bu MTRK juda ham ko'pchilik ijodkorlarni tarbiyalab, bugungi kunda butun O'zbekistonni, nafaqat O'zbekiston, o'sha o'zbek zabon larni, ya'ni o'sha insonlarni butun dunyoga taratadigan haqiqiy ma'nodagi ona MTRK. Ona MTRK. Qolaversa, nafaqat O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini, balki boshqa studiyalarda, boshqa xususiy kanallarda ana shu O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini mutaxassislari ishlab yuribdi. Chunki bu haqiqatan tarbiya o'chog'ida asosan. Juda ham ajoyib. Burxon aka, ruxsat bersangiz, Usmon aka ham dilsqorlarni tayyorlab turibdilar. Men ham qayerda ekanliklaringga salomimni yo'llasam edi deb turibdilar. Marhamat. Avvalambor tashrif buyurganlar uchun katta rahmat bizlarni. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Salom Toshkent ko'rsatuv ijodkorlari, bizni kuzatib turgan aziz muxlislar, hammalaringizga assalomu alaykum deymiz. Mana bugun baholi qudrat qo'limizdan kelgancha sizlarni xushnud qilishga harakat qilamiz Burxon aka bilan. Albatta. Sizlar menga savol berishingiz mumkin. Burxon aka, hali u san'atkor, hali bu san'atkor, hali bu san'atkor, prodyuser. Bugun bu san'atkor bilan keldingiz. Bu qanaqa qilib ulg'uryapsiz degan savol berishingiz mumkin. Marhamat. Bir savol berishdan oldin siz o'zingizga savol berib qo'yapsiz. Xo'p, umuman olganda bugun shu savol meni o'ylantirayotgan edi-da, Burxon aka. Chunki men o'zim so'rayman deb turgandim. Menimcha hozir ham professional ish qildilar. Professional rejissor ko'zdan qarab nima demoqchi ekanligini bilib oladi. Haqiqatan bugungi kungacha mana kechagina bir telekanalda ishtirok etdim. Hattoki Toshkent telekanalida Jamul-Jam degan ko'rsatuv bor. Jamshid Bobojon boshlovchiligida shunaqa savol berdi. Xuddi shu gaplarni gapirganman, lekin undan oldin sizlar Salom Toshkentda bu so'zlarim tezroq nima deydi? Tez tomoshabinlar. Ular hali montajlashadi, hali efirga hali anons qilishadi. Men hozirroq gapirib qo'yaman bu narsani. Hattoki mana 40 yil davomida juda ham ko'plab ijodkorlarni, juda ham kinoaktyorlar, qo'shiqchilar, sozandalar, qancha o'zbek xalqiga xizmat qilib kelayotgan bugungi kundagi hattoki O'zbekiston xalq artistlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar, davlat mukofoti laureatlari, sovrindorlari qanchasini kashf qilganman. Kecha Jamshid shunaqa savol berdi. Minglab faqat o'zi sanamagi, faqat sanama. Barakasi uchadi. Faqat sanamagi. Ana shu qarangki, hali hanuz ijodim davom etish jarayonida bir ustozimiz borlar, Shuhrat Ro'ziyevich Qobilov degan ustozimiz 70 yoshli yubileylar bo'ldi.
mana shu ro'za davrida va ularni o'sha iftorligiga chaqirildik. Qolaversa 70 yoshi yubiley. Shu yubileyga kelib men xizmat qilishim kerak edi, ham ustozimiz bo'lgani uchun juda chiroyli davra bo'ldi va shu davrada avvalo mana hozirgi bundan oldingi suhbat bo'lgan Erkin Skripka bilan uchrashdik. Men Erkin 35 yildan oshiq ko'proq do'stimiz va uni yonida Usmon Ergashevich Navruzov o'tirgan ekan. Nimaga bunaqa Ergashevich qo'shilishi? Usmon Navruz degan xonanda bor ekanda, adashtirmaslik uchun. Mabodo ijtimoiy saytlardan qidirib qolsanglar, Usmon Ergashevich Navruz desanglar, bu mana shu insonga taqalasizlar. Agar Usmon Navruz bo'lsa, boshqaga chalib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun Usmon Ergashevich Navruz deb laqab qo'ydik. To'g'ri. Taxallus. Endi o'zi odatda laqab deyiladi, lekin bu taxallus o'zini otasini ismi Usmon Ergashevich va familiyasi Navruzov. Va buni ko'rdim. Ko'rgandan keyin haqiqatan avvaliga bilmadim. Tanishgan ertasiga menga Telegramdan hamma qo'shiqni tashlab berdi. Tashlab berganiga bir payt hozir ijro etadigan qo'shiqni men hammaga ilinmoqchiman. Sizlarga ham ma'qul keladi. Shuni eshitib men birdaniga keyinligi shuni men buni eshitdim. Chunki u ham oq qorani, yaxshi yomonni sezadi, biladi. Shuni eshitdi. Bu o'sha-ku dedi. Ya'ni o'sha Hind xonandasi butun dunyoga mashhur qirol Shohruxxonga ashula aytib beradigan Udit Narayanning ashurasini eshitib, men Udit Narayan deb o'ylasam, bu Usmon Ergashevich Navruzov ekan. Ha, unda keling biz ham tinglaymiz-da. Keling, hammamiz tinglaylikda. Keyin isbot tariqasida isbot davom ettiramiz. Marhamat. Qani mikrofonni olib borsangiz. जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तुम, बेखबर मेरी तकदीर है तुम, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तुम, बेखबर मेरी तकदीर है तुम, तू किसी यार की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण।
फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, 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 तू है Demak, dasturimizda davom ettiramiz. Salom Toshkent dasturi davom etadi azizlar. Hind ohanglardan bahramand bo'ldik. Ha, va mana shu kuydan keyin hayajonimizni yengib olish uchun reklamaga navbat bermasak bo'lmas edi. Haqiqatdan-da Burxon aka aytganingizdek birga bir ovoz, men to'g'risi hayratlanib qoldim. Va bilishimizcha bugun sizda debyut bo'ldi, to'g'rimi? Bugun ilk marotaba mana shu televideniya orqali ijro etdingiz. ilk marotaba. Buni eslab qolish kerak. Ha. Bugun chizlar Tarixga muhrlanadi. 1-mart 2026-yil ayni Toshkent telekanalining Salom Toshkent kanalida siz ilk marotaba chiqish qilgansiz. Albatta. Umuman olganda mana shu ijro etgan kuyingizni, so'zlarini, ma'nolari bilan tanishib chiqqanmiz yoki bo'lmasa hind tilini o'zingiz bilasizmi? Chunki qo'shiq kuylayotgan vaqtingizda maneralarga ahamiyat berdimda. Telefonda nimadirlar qilgandek bo'ldingiz qo'llaringiz bilan. Lekin Burxon aka bir taklif bo'lardi. Usmon akani mana shu repertuarlariga hindcha harakatlarni qo'shish ham. Biz hozir o'zbekcha harakatda hindcha qo'shiq tingladik. Ikkalasi bir-biriga mutanosib, sal biroz tushmagandek tuyuldi. Lekin umuman olganda o'zingiz hind tilidan, hind so'zlaridan xabaringiz bormi? Sabab bu yoshlikdan menga qanday bir berilganmi yo o'zim qiziqqanmanmi shu san'atga kirib san'atni yaxshi ko'rib ashula aytib boshlaganman. Buni Alloh sizga yuqtirgan. Menda yoshligimizda shu qishlog'imizda bir kinolar kelardi, hind kinolar, shulardan ko'rib havas qilganmizmi. Keyin mana vaqti soat kelib internet, men internetga katta rahmat demoqchiman. Ko'p narsani o'rgandim. Mana shu internet orqali hind kinolarini ko'rib, hind so'zlarini даже topib, minusini, pluslarini topib, yodlab, aytilishi bilan birga qo'shilib aytib, hattoki uni tarjimasini ham internetdan olib, nima haqda ekanligini bilib, keyin ijro eta boshladim. Demak, to'g'ridan-to'g'ri hind tilidan xabaringiz yo'q. Yo'q, hind tilidan xabarim yo'q. Ha, lekin kuylayotgan qo'shiqlarini ma'nosi nimaligini bilib, Albatta. kuylaysiz, to'g'rimi? Hammasi ma'nosini bilib, qanday aytilyapti, qayerda qanday ohang beryapti, mana shular bilan Burxon aka prodyuser sifatida albatta bundan juda ham yaxshi xabaringiz bor. Hind kinolaridagi mana shu retro filmlardagi ijro etilgan qo'shiqlar albatta hamma uchun yoqimli, lekin bugungi kunda zamon talabi boshqacha, zamon o'zgarib boryapti. Shunga mos tarzda hind filmlarida ham biroz bir shiddatli qo'shiqlar ishlatilyapti. Nazarimda mana shunday ijodga qo'l urish kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi, men bitta narsa haqiqatan o'rniga savol berdingiz. Avvalgi bizlarni bolaligimizdagi kino bilan bugungi kinolar umuman yerdan osmonga farqi bor. Ochig'ini aytaymi? Hamma yaxshi ko'radi-ku, masalan, 4 aktyor yaxshi ko'raman. Bu ham o'zi mening tengdoshlarim. Birinchisi dunyo qiroli, kino qiroli Shohruxxon, ikkinchisi Salmonxon, Amirxon, to'rtinchisi Burxonxon. Endi boshqa hazilda tengdosh bizlar. Lekin ana o'sha payt davrdagi masalan mana Dharmendra endi o'tib ketdi hayotdan. Deyarli 90 yoshga kirib, Amitabh Bachchan hayot bizlarning bolaligimizdagi bu qahramonlar. Hozirgilarni men ko'rmayman deyarli. Hozirgilarni ijro etgan qo'shiqlarni ham eslolmayman. Uni oilaviy ko'rib bo'lmaydi hozirgi filmlar. Oilaviy o'tirib u
kassa uchun, reyting uchun shu darajada haligi qizlarni kiyintirib buni gapirib bo'lmaydi. O'shaning uchun men hozir kinolarga umuman qiziqmayman, hozirgi aktyorlarga ham deyarli qiziqmayman. Meni qiziqqani o'sha Usmonjon aytganlaridek, o'sha bolaligimizdagi o'sha qasos va qonunda Xarmendralar. Hattoki meni hamma ko'pchilik shu televideniyada matbuotdan bilishadi, meni kumirim Rishi Kapur bo'lganligini. Ana shu Rishi Kapurni filmlar bilan katta bo'lganman va ana shu san'atga meni chorlagan o'shani qasoskor film bo'ladi. Va lekin bizni yoshimizdagi, ulug' yoshdagi qo'shiq tinglovchilar, qo'shiq muxlislari ana o'sha qo'shiqlarni eshitib bir nostalgiya bo'ladi, nostalgiya. Voy, ana kinoning qo'shig'i, voy, mana bu qo'shiq kinoning qo'shig'i. Lekin men xohlardim haqiqatan repertuarida o'sha qo'shiqlar bor. Hattoki o'sha 1968-yilda suratga olingan Dunyo, ya'ni filmidagi o'sha Duriya o'sha qo'shiqlar, Raj Kapur filmlarini ijro etgan kinolardagi qo'shiqlar hammasi bor va yaxshi tashqaridan baribir ko'rgan yaxshi-da, mana hozir yaxshi fikr berdingiz. O'sha misol uchun sahnaga chiqqanda Hindcha harakatlar. yo'nalish. Masalan, bizda hozir xonandamiz bor, Ulug'bek Kapur, u hindcha kiyim kiyib, endi uni takrorlamaslik bo'lib qolish kerak. Men aytdim Usmonjon, Ulug'bekni takrorlash kerak emas, chunki u shunaqa yo'lda, shunaqa imijda chiqib yuribdi, kanallarda, tadbirlarda yuradi. Sizniki umuman undan tashqari o'zbekona, masalan, buni ko'rib, o'zbekona, lekin hind ovozini targ'ib qilish menimcha ularni kiyimlarini kiyib qo'shiq aytolmasadi, kerak emas bu narsa. Bundan ko'ra qo'shiqni maromiga yetkazib kuylasin, lekin o'zbekona holatda. Unda keyin qoyil qolishadi. O'zbek hattoki o'sha Udit Narayan darajasida, uni darajasiga yetadiganlar yo'q. Hattoki biz mana Usmonjon biladi, Kishor Kumarlar bilan yoshimiz katta bo'lgan. Lata Mangeshkar, o'sha Mukesh, Muhammad Rafi, aynasi Muhammad Rafi, o'ta Xarmendrani, Xarmendra uchun tug'ilgan xonanda. Ovozi. Ana o'sha xonandalarni qo'shiqlarni eshitsa, butun etis jimirlaydi va ulug' yoshligini ham, yoshlar ham ko'rib eshitib, mana qo'shiqlar haqiqiy qo'shiqlar. Hozirgi lik qo'shiqlar bir ovozi ham bir xunuk, bir yoqimsiz ovozlar. Lekin Shohruxxonni filmlarini tomosha qilganimizda u yerda ham esda qolarli hit taronalar bor-da. Ularga ham qo'l urish kerak nazarimda. O'sha Udit Narayan hozirgi Hindistonning birinchi raqamli xonandalaridan biri o'shani qo'shadi. Shu Udit Narayan Shohruxxon o'ynagan kinolarning 90% qo'shiqchi Udit Narayan aytgan. Ayniqsa o'g'irlanmagan kelin qo'shiqlarni ijro etsangiz. Bor. Hikoya qilib bera olasizmi qisqagina? Albatta. Jonli tarzda. Masalan, Udit Narayanning yana bir qo'shig'i bor. Janam dekilo mad gayi duriya. Ayaha hu ya. Men sening yoningdaman degan ma'noni anglatadi. Endi hozirgi aytadigan qo'shig'imiz bu o'sha eski kino filmlaridan olganmiz. Faqat aranjirovkasini hozirgina Erkinjon skripka hozir endi birga ishlayapmiz. Aranjirovka qildirib berdi. Xuddi o'shanday, lekin sal templiroq. Hozirgi qiladigan, aytadigan o'yinbop qilib aranjirovka qildirdik, lekin o'zlariday. Bir eshitamiz unda. Marhamat. Yana bir bora badiiy sahnamizga taklif etamiz. Dam diga मौसम बिगा बिगा डम डम दिगा दिगा मौसम बिगा बिगा बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह डम डम दिगा दिगा मौसम बिगा बिगा बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह
बाट है हाय तेरी अदा हाय हाय तेरी अदा वाह वाह का बात है ओ आखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी आखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी देखो लो तेरा अजल उड़ गया हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह दम दम दिगा दिगा मौसम बिगा बिगा बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह सनम हमो माना गरीब है हाय सनम हमो हाय सनम हमो माना गरीब है ओ नसीबा को तसही बंदा छोटा सही नसीबा को तसही बंदा छोटा सही दिल ये खजाना है प्यार के हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह दम दम दिगा दिगा मौसम बिगा बिगा बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह 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 Ofaring. Rahmat, juda ham go'zal ijro bo'ldi. Haqiqatdan da aranjirovka bunga ko'proq yanada shijoat bera olibdi va munosib tarzda omadli aranjirovka bo'ldi deya olamiz. Bugungi dasturimiz albatta ekran qarshisida joy egallagan hind filmlari ishqibozlari uchun ayni muddao bo'lyapti degan umiddamiz. Albatta mana shu yuqorida gaplashganimizdek retro filmlarda yangragan taronalarni eshitib barcha birdek mamnun degan umiddamiz va suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. Burxon aka, albatta yuqorida kinolarni faqat kassa bobligiga, reyting uchun olinayotganligi haqida gapirib o'tdingiz. Umuman olganda hind filmi o'z yo'liga, biz siz bilan nazarimda o'zbek san'ati, o'zbek kinosi haqida gaplashsak nazarimda maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki buning uchun ayni munosib vakilsiz. Bir necha yillar davomida mana shu o'zbek filmiga hissangizni qo'shgan va qaysidir ma'noda o'z dastxatiga ega ijodkorsiz. Xo'p, bugungi kunda saviyali kinolar haqidagi kamchiliklarni gapirmaymiz. O'zi umuman olganda yana mana shunday kinofilmlarimizning darajasini oldingidek kino tomoshabinlarning talabiga mos tarzda jonlantirish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Endi albatta bu narsa og'riqli mavzuni ko'tardingiz. Chunki man tengi rejissyorlar, mendan yuqori yosh ulug' rejissyorlar ko'pchiligi hozir boshqa ishlar bilan shug'ullanishdi-da. Kecha bir san'atkor eshitdim, men dedi hamma ish qilib ko'rdim, uni qilib ko'rdim. Chunki o'sha majbur bo'lganda, o'sha bo'shliq paydo bo'lgan, o'sha san'atkor o'sha vaqtda o'zini ishi bilan shug'ullana olmagan, boshqa ishlarga o'zini urib ko'rgan. Lekin Usmon aytganidek, o'sha Alloh yuqtirgan kasb, Alloh yuqtirgan o'sha ishni qilmasa, baribir unum bo'lmaydi boshqa kasbda, boshqa ishda ham. Bugun kinoni endi muammolardan biri haqiqatan men ko'chin-kuyda mana hozir har ko'rsatuvga kelganimda albatta shu savol birlamchi beriladi. Bu og'riqli savolni tezroq yechimi bo'lishini xohlardim. Kuni kecha o'sha ko'rganlarimiz haqida ko'rsatuvga Toshkent kanali chaqirishdi, suhbatga bordik va kinoteatrga borib Alisher Navoiy kino saroyi, hozirgi Milliy kino saroyi deb nomlangan o'zbek milliy kino saroyida bilasizmi, shunday huvlab turibdi-da. O'sha suratlar, o'sha joy, o'sha bino, o'sha zallar, o'rindiqlar hammasi tomoshabinga zor bo'lib o'tiribdi-da. Bor sanoqli tomoshabinlar yuribdi. Qani o'sha 15-20 yil oldingi bizani kinolarimizga tushgan liq oynalarni sindirgan, stullarni qiyshaytirgan, boshqa qilgan
kassani oldida olomon, qani o'sha holat. Lekin qaytarsa bo'ladi. Hozirgi kunda men kuni kecha menga qirg'izistonliklarni filmini ko'rsatishdi. Komediya ekan. Ikkita ayg'oqchi yolg'onchi haqida bankka borar ekan. Shunaqa deyishdi, haqiqatan ko'ribchi shu hayron qolman. Haligi kelib telefonni ko'rsatib, yonimizda Erkin bor, Erkin aka mana buni ko'ring. Haligi bolani hayajonini ko'rib turibman-da. Qo'llar titrab, mana buni qarang, mana buni qarang, mana bu joyni qarang. Ana shunaqa payt bizning filmlarimizda ham bo'lgan. Bizda birinchi o'rinda edik o'zbek film. O'sha xususiy kanallar tomonidan, xususiy so'zlar tomonidan qilingan kinolar xuddi shu jarayonda edi, shu pog'onada edi. Hattoki o'sha qozog'istonlik do'stlarimiz, qo'shnilarimiz qirg'izistonliklar kelib, bizning kinolarimizni ko'rib, qani bizda ham shunaqa kino rivojlansa deb yurgan payti, mana endi hozir Qozog'iston va Qirg'iziston kinolari oldinlab ketishdi. O'tib ketdi. Lekin men xohlardimki, o'tib ketdi hatto. Juda. Men xohlardimki, mana hozir kinoteatrimiz shundoq zallar bo'sh turibdi. Qani o'sha xususiy sektorga bersin. Olinglar, nima kamchilik bo'lsa, nima yordam kerak bo'lsa, marhamat deb bir nima qilsa, nima deydi? Men masalan hozir 2-3 ta har doim gapiraman, 2-3 ta ssenariy tayyor turibdi. O'sha tomoshabinlarni so'rashdi, kinolar nima qilish kerak tomoshabinlarni kinoteatrga qaytarish uchun. Men o'zimga javob beraman. Ana shu ssenariylar bilan shu kinoni qilsam tomoshabinni qaysi qismi qaytadi. Men bunga javoban beraman. Men o'zim shu ssenariylarni sog'inib, mana 10-15 yildan beri kino olmayapman. Yozilib, mukammal qilib tayyorlab qo'yganmiz. Qani endi bizga imkoniyat bo'lsa-da, kinolarni olaveringlar, qani xususiy sektor olinglar kinoni. Xalq men afsuslanadigan narsam, gapingiz bo'ldim. Afsuslanadigan narsam, yoshlarimiz faqat telefonda o'tirishibdi. Yoshlarimiz faqat 1 minutlik, 3 sekundlik o'sha vayllar bo'ladimi yoki o'sha reelslar bilan ko'rib o'tirishibdi. Yo'qsa yo'qdi, yo'qmasa o'tib. Zal tomoshabin bilan o'tirib yonma-yon popkornlarni olib, suhbat qilib, katta ekranda kino ko'rgan qayoqda-yu, telefonda o'tirib ko'zini nurini yo'qotib o'tirgan qayoqda. Masalan, Usmon Ergashevich Navro'zov nafaqat hind filmlaridagi qo'shiqlarni ijro etadi, balki o'zbek qo'shiqchiligida ham o'z o'rniga ega. Unda o'zbekcha tarona ham bor. Yo'q, albatta, u eshitishni, bir eshitib ko'ramiz, o'zbekcha. Keyin yana suhbat davom ettiramiz. Ko'ngli bor deganim, menga bo'lar yor deganim. Menda ko'ngli bor deganim, menga bo'lar yor deganim. Olgan edim va'dasini, bevafolig'or degandim. Olgan edim va'dasini, bevafolig'or degandim. Menga yor emaskan, ko'nglimga hech nor emaskan. Bilsam menga yor emaskan, ko'nglimga hech nor emaskan. Yangasiga yolg'on yig'lab, bir sevganim bor demaskan. Yangasiga yolg'on yig'lab, bir sevganim bor demaskan. Menda ko'ngli bor deganim, menga bo'lar yor degandim. Menda ko'ngli bor degandim, menga bo'lar yor degandim. Olgan edim va'dasini, bevafolig'or degandim. Olgan edim va'dasini, bevafolig'or degandim. Aqli bosta ekanda, qoshi qaraya ekanda. Aqli bosta ekanda, qoshi qaraya ekanda. Aldagani biz g'aribu, tanlagani boy ekanda. Aldagani biz g'aribu, tanlagani boy ekanda. Menda ko'ngli bor degandim, menga bo'lar yor degandim. Menda ko'ngli bor degandim, menga bo'lar yor degandim. Olgan edim va'dasini, bevafolig'or degandim.
olgan edim va'dasini, bevafoli bor degandim. Umidlarimga ishondim, sizdan yorga men bog'landim. Umidlarimga ishondim, sizdan yorga men bog'landim. Kimlarga men chindan yig'lab, o'z sevganim bor degandim. Kimlarga men chindan yig'lab, o'z sevganim bor degandim. Menda ko'ngli bor degandim, menga bo'lar yor degandim. Menda ko'ngli bor degandim, menga bo'lar yor degandim. Olgan edim va'dasini, bevafoli bor degandim. Olgan edim va'dasini, bevafoli bor degandim. Bevafoli bor degandim, bevafoli bor degandim. Rahmat. Ha, haqiqatdan-da o'zbek qo'shiqlarini ham mohirona tarzda ijro etadiganlar. O'zbekchasidan bo'lsin deyishsa o'zbekcha, hindchasidan bo'lsin desa hindcha. Albatta. Va bilamizki, ayniqsa mana qishloq joyidagi aholilar juda ham bir samimiy insonlar bo'ladi-da. Hindcha qo'shiqlaringizdan bir ruhlanib ketishsa kerak-a? Endi ikkinchi qo'shiq yana bir o'zbekcha qo'shiqlar ko'p. Mana bugun aytadigan qo'shig'imiz, men bir shoirni eslatib o'tmoqchiman. Botir Ergashev degan bir ajoyib do'stimiz. Shu kishining kitobchasi qo'limga tushib qoldi. Qarasam juda qo'shiqbob, ma'noli so'zlar bilan boyitib yozilgan ekan. Qarang, o'zi vodiydan bo'lsa u kishi, men Xorazm yo'lga solib aytdim uni. O'zlari u kishi vodiy yo'lda-ku yozganlar bo'lsa, o'zi vodiyda yashaydilar. Lekin qo'shiqni men o'qib, o'rganib, bastalab o'zimcha Xorazm yo'lga solib aytdim. Juda menimcha o'zimga yaxshi. Ajoyib, haqiqatdan ham juda ham bir mazza qilib eshitishli qo'shiq bo'lgan va bugungi kunda albatta ijod endi avj nuqtasiga yetyapti nazarimda Burxon aka. Albatta. Mana shu pallada nazarimda ijodkor uchun o'zi uchun belgilangan yo'l bo'ladi. Ya'ni yo'l xaritasini aniqlab oladi, qaysi yo'nalishda ketilinadi, qaysi qo'shiqlar ijro qilinadi va qaysi uslubda beriladi u muxlislarga. Mana shu yo'l aniqlab olingan nazarimda. Mana shu rejalar haqida gapiramiz. Rejalarimiz shundan iboratki, mana avvalgi suhbatdoshimiz Erkin Sohibov, oltin skripka sovrindori va o'sha Erkin sabab Usmonjon bilan tanishdik, do'stimiz bilan va mana shu uchalamiz hozir to'g'ri talqon qilmoqchimiz. Ishonamiz. Va bugungi kunda bilamizki, ko'plab teleloyihalar ham bor. Aynan Hindi show dasturi, aynan hind qo'shiqlari uchun qatnashish rejangizda bor. Endi ularda qatnashadigan bo'lsa, boshqa hind qo'shiq aytadiganligi noqonuniy. Chunki bu birinchi raqamli xonanda-da. Hind yo'nalishi bo'yicha. Demak, o'sha rejalarimizni aytmoqchiman. Chunki navbatdagi qo'shiq bilan menimcha yakunlash. Endi men boshlovchiligim nima deydi, qayerda ekanligini unutib qo'yman deydi-ku. Uzr, sizlarni nolida yana bemalol, albatta javobingizni yo'lashingiz mumkin. Bemalol gapirsangiz. Biz demak, uchalamiz yaxshi bir tandem, ya'ni bir kelishib, maslahatlashib, ancha bir. Chunki yoshimiz ham yosh emas-da. Masalan, hozirgi yosh xonandalar bilan ishlasang, ertaga havolanib ketib, o'zicha bir hamma har xil gaplarga quloq solib, shuncha qilgan mehnating albatta. Bular endi hamma ishini qilib bo'lgan, to'yini qilib bo'lgan, farzandlarini joylashtirgan. Erkin ham shunaqa, men ham shunaqa. O'sha faqat ijod qilish kerak, xalqqa xizmat qilish kerak, xalqqa o'zimizni mo'ljallangan rejalarimizni men shu paytgacha xalqqa bermagan narsalarni bulardan birgalikda zo'r albatta taqdim etib borishni niyat qilganmiz. Va bu yo'lda sizga albatta omad, zafar tilaymiz va kelasi safar studiyamizga kelganingizda natijalar bilan sizni ham qolamiz. Bu endi ilk chiqishi birinchi marta. Va kelasi safar o'ylaymizki, yaxshi natijalar bilan kelasiz. Kelganingizga rahmat va shu pallada siz bilan xayrlashib, qo'shiq bilan yakunlaymiz. Azizlar, ko'rganingiz Salom Toshkent jonli efiri bo'ldi. Ertaga yana yangi qahramonlar, yangi taqdimlar bilan xonadoningizga Salom Toshkent deya kirib boramiz.
Albatta xayrlashmaymiz. Navbatdagi dasturlarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'ylaymizki, bugungi dasturimizda siz aslo zerikib qolmadingiz va buning uchun bizga yaqindan yordam bergan mehmonlarimizga ham tashakkur izhor etamiz. Albatta, ulkan muvaffaqiyatlar hamisha bardavom bo'lsin va hamroh bo'lsin deb qolamiz. Azizlar, ana endi esa biz sizlar bilan qo'shiq bilan dasturni yakunlamoqchimiz. Qani marhamat, birgalikda raqsga tushamiz. Menga boqmadi yor go'zalligidan, juda ham sarvqor go'zalligidan. Menga boqmadi yor go'zalligidan, ey juda ham sarvqor go'zalligidan. Men ishq devonasi, uning shaydosi, ey mendan ayladi or go'zalligidan. Mendan ayladi or, mendan ayladi or, mendan ayladi or go'zalligidan. Ravon yo'lda yurar har yoqni tashlab, boqmay o'tar oshiq dilini g'ashlab. Ravon yo'lda yurar har yoqni tashlab, boqmay o'tar oshiq dilini g'ashlab. Bir men emas yurgan ko'zini yoshlab, ey unga ko'p xaridor go'zalligidan. Unga ko'p xaridor, unga ko'p xaridor, unga ko'p xaridor go'zalligidan. Nazarga ilmaydi suyganlarini, ko'rib quvonadi kuyganlarini. Nazarga ilmaydi suyganlarini, ko'rib quvonadi kuyganlarini. Ko'ring nozlab qovoq uyganlarini, naqilsa haqqi bor go'zalligidan. Naqilsa haqqi bor, naqilsa haqqi bor, naqilsa haqqi bor go'zalligidan. Yurakni yondirar nigohlar uchun, qoshi kamon bo'lsa kipriklar u. Yurakni yondirar nigohlar uchun, qoshi kamon bo'lsa kipriklar u. Hali 17ga kirgan ham yo'q, ammo ishdan bezor go'zalligidan. Mendan ayladi or, unga ko'p xaridor, naqilsa haqqi bor go'zalligidan. Mendan ayladi or, unga ko'p xaridor, naqilsa haqqi bor go'zalligidan. Go'zalligidan. Siz bilan bugun Salom Toshkent, kayfiyat yuqori. Salom Toshkent, Salom Toshkent.